Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Kun tartibimizda bugun 18 ga yaqin masala bor. Shularni hammasini ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli deputatlar, qisqacha davlat byudjetining xarajatlarini ijrosiga qaratsam, davlat byudjetidan amalga oshirilgan xarajatlar miqdori 261 trillion 562 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 42 trillion 223 milliard so'mga ko'paydi. Bitta xatoni hadeb qilaverish bu xato emas-da bu. Nimaga shu intizomsizlik kelib chiqaveradi? Nimaga oldinga olayotgan tadbirlar o'zini natijasini bermaydi? Sog'liqni saqlash vazirligida demak muammo bu. Sog'liqni saqlash vazirligi masalaga iqtisodiy moliyaviy nuqtai nazardan emas, kasallar nuqtai nazardan agar yondoshsa, bu yerda juda ko'p masalalar o'zgaradi. Nima sababdan narxlar 61% ga oshgan? Buning asosiy omili nima? U bo'yicha qo'shimcha ma'lumot kirsak bo'ladimi? Aniq savol beryaptilar-da. Mani hisobiga oshyapti narx. Juda to'g'ri savolni qo'yapti-da. Tariflarni moslashuvchan ishlab chiqish nazarda tutilganda, lekin hali buni eshitmadik. Davlatning transport vazirligi vositasida amalga oshirayotgan siyosati xususiy transportdan foydalanishi jozibasizroq, jamoat transportidan foydalanishi jozibaliroq qilishga qaratilishi kerak. Qonunni yozilgan g'oyasi uni amaliyotda qo'llashda ertaga boshqacha korrupsion elementlar keltirib chiqaradi-da. Tashuvchilarni o'zini ham qoplashni o'ylash kerak, faqat byudjetga tashlamasdan. Bu yerda javobgarlik masalasi ham bor. Qo'mita bo'yniga oladimi? Hozir qo'mitani oldiga shunaqa tugun tashlab ketishadi. Yo, tan olamiz, lekin muammosi bor. Uni bunga bog'lab, chalkashtirib tashlashayotganligi ertaga yangi noto'g'ri praktikani keltirib chiqadi. Shuning uchun buni ikkinchi o'qishda ko'rib chiqish kerak. Bu deputatlar o'zlarining fikr mulohazalarini bildirish kerak. Millatimizga sintetik narkotikalarni sotib qirg'in qilayotgan odamlar umuman menimcha qattiq jazolanishi kerak.